Arablarda bir gap bor. Kim xiyonatni kechirsa, ikkinchi xiyonatga tayyor tursin. Erkak kishi bitta gapiradi. Qilma dedimi, qilma. Agar shunda ham davom ettirayotgan bo'lsang, unda tabriklayman. Tez orada uni yo'qotasan. Zo'r gap, ayol kishi qanchalik eriga qul bo'lishga harakat qilsa, eri shunchalik ayolni malika qilishga harakat qiladi. Mana degan erkaklar buni tushunadi. Kechirganingiz bilan yana qayta o'sha xatoni bez bo'lib turib qiladiganlardan xafa bo'lmang. Asliga nasliga tortar. Hayotimizda yana bitta achchiq haqiqat bor. Odatda erkakni ahvoli yaxshi yoki yomonligi tekshirilmaydi. Uni foydali yoki foydasizligi ko'proq tekshiriladi. O'zimni umrimni qotili o'zim. Og'ir botdi sizga bir aytgan so'zim. Orqadan pichoq yeb to'ymadim yana. O'ldirgan sizlar u qotili o'zim. o'n 12 soat ro'za tutib, 12 daqiqada to'yib qolish bu dunyo lazzatlari vaqtinchalik ekanligiga mukammal misoldir. Xatolar bo'ladi. Xiyonat bo'lmaslik kerak. Xatoni to'g'rilasa bo'ladi, xiyonatni to'g'rilab bo'lmaydi. Xiyonatning jazosi og'ir. Xatoni to'g'rilash mumkin, hammamizda xato bo'ladi. U xiyonat qilmoqchi bo'lgan odam xatoni poylab o'tiradi.